O'rtoqlar, Inomarka Namanganda Jetour X70 Dubayskiy variant. 2023-yil, probegi 6000 km. Ha, 6000. 60 emas. Mashinamiz qoraga qizil kombinatsiyali, salon holatlari juda ham ideal. 6000 km yurgandan keyin unaqa ko'p urinib qolmagan bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, o'rindiqlarda abdufi, abagrefi, hamma narsasi bor. Elektropaket o'rindiqlar, hammasi premium klassdagi materiallardan foydalangan. Mashinamizni salon qismiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, tom qismlari qora materiallardan foydalanilgan. Bu juda ham o'zgacha dizaynda ko'rinadi. Panorama yuklarigacha bor. Bu avtomobilimizda o'sha bespirodniy zaryadkalargacha bor. Bu bilasizlar, Dubayskiy variantlar 1.6 motor bo'ladi. Rasxodga keladigan bo'lsak, shahar ichida 8-10 litrgacha maksimum rasxod qiladi. 7 kishilik oilabop mashina qidirganlarga juda ham zo'r variant. O'sha probegi kam bo'lsin, narxi ham arzonroq bo'lsin yangisiga nisbatan deganlarga juda ham shokolad variant topib qo'ydik. Akalar, bunaqa kam yurgan, chiroyli inomarkalarni o'tkazib yubormaslik uchun Inomarka Namanganga a'zo bo'lib, like bosib, repost qilib, eng yaqin do'stlaringizga yoki oilabop 7 kishilik mashina qidirgan yaqinlaringizga videoni jo'natib qo'ying. Juda ham manfaatli bo'ladi. Va mashinamizda qo'shimchasiga o'sha aytishimiz mumkin, slepoy zonalarigacha bor. Shina o'lchamlariga keladigan bo'lsak, 20 razmerdagi shinalar taqib qo'yilgan. Mashinani kraska holatlari top-toza. Narxini taxmin qilib turing. Narxini agar taxmin qilganingizdan ham arzon aytadigan bo'lsam, bitta like bosib, poddeshka qilib qo'yasiz. Narxiga keladigan bo'lsak, $23500 deyaptilar. Biz orqali keladigan bo'lsangiz, sunnatiga yana ham o'tib beradilar. Bunaqa mashina o'tkazib olmaslik uchun o'sha bizning kanalga a'zo bo'lib, yurachini qizartirib qo'ying. Mashinani ko'rib turibsiz, orqa o'rindiqlarga bunday qarasangiz, xuddi odam chiqmagandek qilib qo'ygan. Endi 6000 km yurgandan keyin mashina ideal saqlangan. Orqalari ham kengina, bundan ham 3-qatorga bunday e'tibor bersangiz, o'sha детский площадка deymiz-ku, yoshlar uchun, bolalar uchun o'rindiqlar ham o'rnatib qo'yilgan. Hammamizga bir kun kelib, shunaqa knopkalarni bitta bosib, mashinani yurg'izish nasib qilsin. Bu X70 plusimizda akalar Eco, Comfort, Sport rejimlari bor. Klimat kontrol, kruz kontrol, panorama tom, mana bu svetlarni yoqishiga 5 ketdim. Shunday bossangiz yonib qolar ekan, shunday bossangiz yonar ekan. Juda ham qulay ishlangan. Hammamizga bir kun kelib shunaqa 7 kishilik crossoverlarni olib, oilamizni olib yurish nasib qilsin akalar.